Islomni hamma narsadan ko'ra ko'proq yomon ko'radigan bir kishi bor edi. U Umar ibn Xattob edi. Kunlarning birida u bir qarorga keldi. Payg'ambar Muhammad alayhissalomni o'ldirish. Qilichini qo'liga olib Makka ko'chalari bo'ylab yo'lga chiqdi. Biroq yo'lda uni kimdir to'xtatdi. Bu ishni qilishdan oldin o'z uyingni isloh qil deb aytdi. Umar hayron bo'lib, nima demoqchisan deb so'radi. Singling islomni qabul qildi degan javobni eshitdi. U g'azab bilan singlisining uyiga shoshildi. Ichkarida singlisi Qur'on tilovat qilayotgan edi. Umarda ushbu kalomlarni eshitgan zahoti nimadir o'zgardi. Uning g'azabi so'ndi. Uni menga ber, o'qib ko'ray dedi. Atigi bir necha satrni o'qigach hamma narsa o'zgarib ketdi. Biz sizga bu Qur'onni baxtsiz bo'lishingiz uchun nozil qilganimiz yo'q. Balki Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun eslatma sifatida nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot Alloh tomonidan nozil